Mani ismim Sabiq Mustafa. Men 167-maktab 3-sinfda o'qiyman. Men matematika va ingliz tili fanlariga qiziqaman. Men Abduvahobova Maftuna Toshkent shahar Shayxontohur tumani 167-maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Boshida o'sha men darsga kirishni boshlaganimdan buyon ozgina shu tenglamalarda qiynalar edi. Hozir yo'q, hammasi juda ham yaxshi. Hamma baholari deyarli 5, orada 4 nimalari yo'q umuman. Hamma fanlardan a'lo baholarga o'qiydi. Men platformada 2-sinfligimdan foydalanib kelaman, ya'ni 2024-yildan. Ko'proq tenglamalarni tushunmas edim, tenglamalarni yechishni o'rganib oldim. Misollarni qiyin bo'lishli misollarni tushunmas edim, ularni ham shundan tushunib oldim. Albatta, hozir deyarli hammadan oldin ishlab keladi, hammadan birinchi ishlab kelib, topshirib, kerak bo'lsa o'rtoqlariga tushuntirib bera oladigan darajaga erishgan. Tiko'yim hali 2000 tadan oshgan edi. Kompyuter yoki telefon. Albatta, bu o'quvchining o'ziga bog'liq, o'zini quntiga, o'zini o'sha bajaradigan rejalar, topshiriqlariga o'ziga bog'liqda o'quvchini o'zi agar tartib bilan o'sha onlaynda hammasini o'rganib, o'z vaqtida bajarsa topshiriqlarni, albatta yaxshi natijaga erisha oladi. Juda ham ko'p ta'sir qildi. Oldin 3-4 olardim, hozir a'lochi bo'lib ketdim. Platforma haqida yaqindagina eshitgan bo'lsam-da, lekin men yaxshi xulosa qoldirdim menda platforma. Boshqa o'quvchilarga ham men bundan buyog'iga tavsiya qilaman platformani, chunki bolani o'zlashtirishi ancha o'zgargan, yaxshi, boshqalarga o'rnak bo'lsa, arziydigan darajaga erishgan. Qolgan bolalarni ham, qolgan ota-onalarni ham, ustozlarni ham shunga platformaga jalb qilishlarini so'rayman. Men o'zim ham bundan buyog'iga o'zim farzandlarimni ham, o'quvchilarimga ham tavsiya qilaman albatta platformani.